Dunyo bolalari bugunga qadar bunchalik baxtsiz bo'lishmagan. Unutmang, bugungi mavzuni tushunmasdan turib, siz bu botqoqliklardan chiqa olmaysiz. Virtual olamning qaramligi dahshatli bo'ladi. Keling shuni ko'rib chiqsak. Gadjetlar, ijtimoiy tarmoqlar, onlayn qimor, behayo pornografik videolar. Nafs katta dushman, lekin dopamin uning asosiy yugurdagi hisoblanadi. Dopaminning o'zi hech qachon zavq bermaydi. Ikkinchidan, u garmon ham emas. Unda dopaminning o'zi nima? Onalar o'zlariga qisqa muddatli tinchlikni sotib olaman deb bolalarimizning potensiallarini o'ldirishmoqda. Agar biz yoshlarimizni qutqarmasak, ularni virtual olam qaramligidan qutqara olmasak, biz kutgan kelajak hech qachon kelmaydi. Bu millatni qutqara olmaymiz. Bunda bizga yordam berishingizni iltimos qilamiz. Assalomu alaykum. Sarchashma loyihasining 2-soniga xush kelibsiz. Bundan avvalgi sonimizda sizning uyqungizni tartibga solishga harakat qildik. Zero bu haqiqatdan ham muvaffaqiyatga erishishning dastlabki qadami edi. Bugun esa siz bilan umrimizni kushandasi hisoblangan, yaxshi amallar qilishimizga, foydali ishlar qilishimizga to'sqinlik qilayotgan barcha turdagi qaramliklarning asl ildizlarini ko'rib chiqamiz. Bugun miyamiz qaramliklar botqog'iga botib borayotganini sezmaymiz ham. Telefon, ijtimoiy tarmoq, shirinliklar, fast food, hattoki yomon odatlar hisoblangan yolg'on gapirish, g'iybat qilish, bularni barchasi bizning miyamizni qul qilib bormoqda. Statistik ma'lumotlarga qaraganda, ushbu videoni ko'rib turgan insonlarning aksariyatida kamida bir turdagi qaramlik alomatlari seziladi. Lekin muammo shundaki, ko'pchilik buni tan olishni xohlamaydi. Ya'ni aytishadiki, men shunchaki zerikkanligim uchun telefon titkilayman va aytishadiki, men istalgan vaqtda buni to'xtata olaman deb o'ylashadi. Lekin haqiqat boshqacha, ilmiy dalillar boshqacha. Bu sizning aybingiz emas. Bu sizni irodasizligingiz ham emas. Buni miyangiz sizga qurayotgan tuzoqlari deb tushunishingiz kerak. Agar siz buni ilmiy asoslarini bilmasangiz, undan hech qachon chiqish imkoniyatingiz bo'lmaydi. Bugun biz bu tuzoqlarning ilmiy asoslarini ochib chiqamiz. Raqamli qaramlikdan tortib, oziq-ovqat, shirinliklar, fast food, hattoki giyohvandlikka qadar ularni bir nuqtada birlashtiramiz. Unutmang, bugungi mavzuni tushunmasdan turib, siz bu botqoqliklardan chiqa olmaysiz. Qolaversa, keyingi sonlarimizda chiqadigan juda muhim mavzular, odatlarni shakllantirish, diqqatni jamlash, qiziqishlarni boshqarish kabi muhim mavzularni tushunishingiz qiyin bo'ladi. Xullas, bu mavzuni, bu videoni oxirigacha ko'rishingiz sizni tom ma'nodagi dastlabki g'alabangiz bo'ladi. Tayyor bo'lsangiz, boshladik. Qaramliklarning asl ildizlari miyamizdagi mukofot tizimi dopaminga borib taqaladi. Dopamin haqida ko'p eshitgan, hattoki uning kimyoviy formulasi tushirilgan futbolkalar, boshqa kiyimlarga ko'zingiz tushgan bo'lishi mumkin. Lekin bu sizning dopamin haqidagi asl haqiqatlarni bilishingizni ifodalamaydi. Ijtimoiy tarmoqlarda dopamin haqida aytilayotgan, ilmsizlik bilan aytilayotgan fikrlar, yozilayotgan maqolalar insonlar ongida noto'g'ri tushunchalarni shakllantirdi. Masalan, aytishadiki, dopamin zavq garmoni deyishadi. Lekin aslida dopaminning o'zi hech qachon zavq bermaydi. Ikkinchidan, u garmon ham emas. Unda dopaminning o'zi nima? U tanamizning qaysi qismida bo'ladi? Qondami, miyamizdami? U o'zi qanday ishlaydi? Dopaminni yaxshi tushunish uchun miyamizni ishlash tizimini yaxshi bilib olishimiz kerak. Bu ko'rib turganingiz asab tizimimizdagi eng oddiy hujayra neyron. Bu hujayralardan sizda yuzlab milliardi bor. Ulardagi axborotlar xuddi elektr toki kabi harakatlanadi. Lekin qiziq jihati shundaki, birinchi hujayradan kelayotgan axborot ikkinchi hujayraga qanday o'tadi? Chunki ular bir-biriga tegib turmaydi. Tasavvur qiling, sizda juda ham ko'p sondagi elektr simlar bor, kalta-kalta, va ular bir-biriga tegmagan. Ko'p sondagi simlaringiz bor. Ulardan biridan elektr tokini bersangiz, ikkinchisiga o'tadimi? Albatta yo'q. Unda nerv hujayralarimizda kelayotgan axborot birinchisidan ikkinchisiga qanday o'tadi? Buni tushunishingiz dopamin haqidagi dastlabki tasavvurlaringizni hosil qilishga yordam beradi. Keling, ko'rib chiqamiz. Bu ko'rib turganingiz yuqorida aytib o'tganim nerv hujayrasi neyron. Bu uning tanasi, mana bu esa kalta o'simtalari, bu esa uzun o'simtasi. Uning uchida terminallari bor, axborotni uzatish uchun. Endi uning yoniga ikkinchi neyronni qo'yamiz. E'tibor qilgan bo'lsangiz, ularni bir-biriga tekkizib qo'ymadim. Va ular rostdan bir-biriga tegib turmaydi. Unda birinchisidan kelayotgan signal ikkinchisiga qanday o'tadi? Keling kattalashtirib ko'ramiz. E'tibor qilgan bo'lsangiz, birinchi neyronning
Terminallar qismiga ma'lum molekulalar kelib tushdi. Bu molekulalar aynan signallarni o'tkazuvchi molekulalar bo'lib, ular neyromediatorlar deb ataladi. Aynan ushbu tasvirda neyromediator vazifasini dofaminlar bajarmoqda. Ko'rib turganingiz ushbu kichik sariq rangdagi kichik yumaloqchalar, molekulalar bular dofaminlardir. Ular mana bu sinaps bo'shlig'iga chiqib, pastdagi nerv hujayrasining retseptorlarini qo'zg'atadi. Endi siz yana ham yaxshiroq tushunishingiz uchun ushbu tasvirdagi ma'lumotlarni har birining nomini keltirib o'taman. Yuqoridagi neyronning nomi perisinaptik neyron deb ataladi. Ular signal uzatuvchi neyrondir. Pastdagi neyron esa postsinaptik neyron. Ular signalni qabul qilib oluvchi neyron. Mana bu qism esa sinaps bo'shlig'idir. Bu bo'shliqda molekulalar chiqib, ikkinchi neyronni qo'zg'atish uchun juda ham muhim. Endi mana bu ko'rib turganingiz eng muhim qism dofamin retseptorlari deb ataladi. Ular signalni qabul qilib, ichkariga uzatadigan retseptorlardir. Endi ushbu tasvirdan o'rganishingiz kerak bo'lgan eng muhim jihat nima? Mana bu retseptorlar bizni eng muhim retseptorlarimiz hisoblanib, mana shuning zararlanishi bizdagi asosiy muammolarning ildizi hisoblanadi. Shu sababli miyamiz avtomatik tarzda bu dofaminlarni qaytarib oladi, ko'p qo'zg'atib yubormaslik uchun va maxsus tuynuklar, ya'ni dofamin transporterlar orqali uni birinchi hujayraga qaytarib chiqarib qo'yadi. Endi siz dofamin qanday ishlashi haqidagi dastlabki tasavvurlarni bilasiz. Ya'ni dofamin bir necha hujayrasidagi axborotni ikkinchisiga o'tkazadigan neyromediator ekan. Bu joyda dofamin hech qanday gormon vazifasini bajarayotgani yo'q. Endi o'z-o'zidan savol tug'iladi. Miyamizda 100 milliardlagan nerv hujayralari bor deb aytdik. Bu nerv hujayralarining barchasi dofamin chiqaradimi yoki miyamizning faqat ma'lum qismida dofamin ajraladimi? Keling, shuni ham qisman ko'rib o'tamiz. Bu bizning bosh miyamiz va unda ko'rsatilgan ikkita kichik markazlarga e'tibor qiling. Aynan mana shu markazlardan dofaminlar ajraladi. Bittasi VTA, ya'ni ventral tegmental area deyiladi, ikkinchisi substansiya nigra. Nomlari juda ham muhim emas. Lekin bu joydan juda ham kichik joylardan dofamin ajralib, miyaning boshqa qismlariga boradi va turli vazifalarni bajaradi. Aynan buni nima uchun ko'rsatmoqdaman? Dofamin faqat mukofot tizimida ishlamaydi. Inson uchun shunaqa katta Alloh taoloning ne'matiki, buni yaxshiroq tushunishingiz uchun dofaminning boshqa xususiyatlari haqida qisman gapirib o'taman. Demak, diqqat qiling, boshladik. Ventral tegmental areadan mana bu qismga, limbik qism deyiladi, shu qismga dofamin chiqadi. Bu yo'lning nomi mezolimbik yo'l. Nomi sizga muhim emas, lekin nimani boshqarar ekan? Mukofot tizimi va zavq tizimini boshqaradi. Agar bu tizimda, bu yo'lda dofamin miqdori buzilsa, to'g'riroq oshib ketsa, sizni qaramlikka chaqiradi. Ya'ni aynan bugungi mavzumiz ham aynan mana shuni ustida quriladi. Ikkinchi yo'lga o'tamiz. Ikkinchi yo'l yana o'sha VTA dan chiqib peshona qismimizga chiqadi va bu yo'l fikrlashimizni, diqqatni va motivatsiyani boshqaradi. Agar bu qismda dofamin miqdorining yetishmovchiligi sezilsa, inson depressiyaga tushib qoladi, shizofreniya kasalligi kelib chiqadi, boshqa kasalliklar kelib chiqadi. Bundan tashqari, substansiya nigra qismidan yuqoriga, bazal gangliyaga yo'l chiqadi. Bu yo'lda bizni harakatlarimizni va reflekslarimizni boshqaradi. Bu nima degani? Masalan, siz biror sport turiga borasiz va siz qanaqadir tryuklarni o'rganyapsiz. Uni tezroq o'rganishingiz uchun, sizda shartli refleks hosil bo'lishi uchun aynan dofamin ajralib yuqori qismga chiqish kerak. Demak, bu qismda dofamin yetishmovchiligi sizda shartli reflekslarning hosil bo'lishini qiyinlashtirish bilan bir qatorda Parkinsonizm kasalliklarining alomatlarini keltirib chiqaradi. Ya'ni qo'lingiz qaltiraydi, sekin harakat qiladigan bo'lib qolishingiz mumkin. Yana bitta yo'l aytaman, qisqa qilib, bu yo'l gormonal boshqarishda ishtirok etadigan yo'ldir. Endi bu joydan nimani o'rganishimiz kerak? Bizda aynan mana shu sariq rangda ifodalangan yo'lda qaramlik deyarli hammada uchraydi va buning natijasida bu yo'lda dofamin miqdori oshib ketadi. Agar dofamin miqdori bu yo'lda oshsa, tabiiyki boshqa yo'lda kamayadi. Masalan, bir quvurdan suv chiqsa, boshqa quvurlardan o'z-o'zidan suv chiqishi, ya'ni bittasidan ko'p chiqsa, ikkinchisidan, uchinchisidan chiqishi kamayadi. Chunki bunda ko'p miqdorda suv o'tyapti. Xuddi shunday, mana bu yo'ldan dofamin ko'payib ketsa, boshqalarda o'z-o'zidan kamayadi va ko'rganingizdek fikrlashingiz, diqqatni jamlash, motivatsiya tushib ketadi. Hattoki qaramlik juda ham avjiga chiqib ketgan insonlarda ko'rgansiz, telefonga mukkasidan ketib qolganlar qo'li qaltiraydi. Va buni men shogirdlarimda, umuman yoshlar bilan ishlaganda juda ham ko'p guvohi bo'lganman. Endi siz
Dopamin miyamizning hamma qismidan emas, ma'lum bir nuqtalardan chiqishini yaxshi tushunib oldingiz. Xo'sh, dopamin ajralganda o'zi nima sodir bo'ladi? Shuni ko'rib chiqamiz. Dopamin haqida bilishingiz kerak bo'lgan eng muhim tushunchalardan biri bu, dopaminning o'zi bizga hech qanday zavq hissini bermaydi. U bizni faqat harakatga undaydi, xohish hissini hosil qiladi. Ya'ni bir faoliyat turi ko'rilganda, signal kelganda bizga bu faoliyat turi senga mukofot keltiradi degan signalni beradi, xolos. Keling, ko'rib chiqamiz. Bu nima degani? Masalan, qorningiz ochdi. Siz kimnidir ovqat yeb turganini ko'rdingiz yoki soat o'sha peshin vaqti 13:00 bo'ldi, o'z-o'zidan avtomatik sizga ichingizdan yoki tashqaridan signal keladi va bu signal natijasida sizda dopamin ajraladi. E'tibor qilsangiz, mana sizga ventral tegmental areaga oshqaganligingiz haqidagi signal keldi va u darhol qo'zg'alib, birinchi yo'l orqali dopamin ajratishni boshlaydi. Mana dopamin ajralyapti, e'tibor qilsangiz. Kam miqdorda dopamin ajraldi va signal ketdi. Sizni harakatga undaydi. Ya'ni harakatga undaganda nima bo'ladi? Siz o'z-o'zidan ovqat qidirishni boshlaysiz yoki qayerda ovqatlansam ekanman deb reja qilasiz yoki o'z-o'zidan muzlatgichni ochadigan holatingiz. Endi yana bir misol keltiraman. Tasavvur qiling, ko'cha sovuq, deraza ochiq, siz xonada o'sha ko'chadagi sovuqlikdan sovqotyapsiz. Lekin miyangiz buni biladi. Turib derazani yopsangiz, yaxshi holatga qaytishingizni biladi. Lekin yopishga o'zingizda kuch topa olmaysiz. Nimaga? Chunki sizda hali dopamin ajralmadi. Dopamin ajralishi bilan siz o'zingizda kuch topib, o'sha derazani yopishga imkoningiz bo'ladi. Xulosa nima? Biz shunchaki xohlashimiz yoki tushunishimiz kifoya qilmaydi. Biz harakatga kirishimiz uchun, qattiqroq xohlab jarayonga o'tishimiz uchun bizda dopamin ajralishi kerak. Ya'ni chanqadikmi, suv olib ichishimiz uchun dopamin ajralishi kerak. Kitob o'qimoqchimizmi, kitobni qo'limizga olish uchun, hattoki sahifalarni ochish uchun kam bo'lsa-da dopamin ajralishi kerak. Hattoki ushbu ko'rib turgan videoingizga like bosish uchun ham sizda dopamin ajralishi kerak. Ha, bilaman. Videoni eng qiziq joyga keldik. Lekin men sizga hozir juda muhim ma'lumot aytmoqchiman. Toshkent shahrida joylashgan Kolba maktabimizda 5-11 sinf o'quvchilari uchun maktabimizga kirish imtihonlariga tayyorlov kurslari ochildi. Maktabimizda farzandlarini o'qitayotgan ota-onalarning 96% dan ko'pi bizdan minnatdorligini aytishgan. Buning asosiy sabablaridan biri maktabimizda yaratilgan kuchli akademik muhit bilan birgalikda bolalarni tarbiyasiga ham alohida e'tibor berishimizdan bolalarni ilm olishga bo'lgan ishtiyoqlari yanada ortgani va ota-onalarga bo'lgan munosabatlarni ijobiy tomonga o'zgargani bo'lgan. Yana bir sababi maktabimiz 11-sinf o'quvchilarining 100%, e'tibor bering, 100% hozirdanoq o'qishga kirish masalalarini to'liqligicha hal qilib bo'lishgan. Maktabimizdagi 10-sinf o'quvchilarining aksariyati esa kimyo va biologiya fanlarida milliy sertifikatlarni, IELTS sertifikatlarini ham allaqachon qo'lga kiritib qo'yishgan. Hattoki bir nechta 9-sinf o'quvchilarimiz O'zbekistondagi istalgan tibbiyot institutlariga kiradigan darajada barcha sertifikatlarni olib bo'lishgan. Kolba maktabimizda iqtidorli o'quvchilar nafaqat muddatdan oldin talaba bo'lishadi, balki tegishli sertifikatlarni qo'lga kiritganlaridan so'ng 30%, 60%, hattoki 100% grantlarni qo'lga kiritib, hattoki 20% stipendiya ham olishlari mumkin bo'ladi. Maktabimiz haqida to'liq ma'lumot olish uchun ekrandagi raqamlarga murojaat qiling yoki izohlardagi havola orqali ariza qoldiring. Shoshiling, joylar soni cheklangan. Biz esa davom etamiz. Endi o'z-o'zidan ikkinchi savol tug'iladi. Demak, dopamin bizni faqat harakatga undasa, unda harakatlarimiz natijasida keladigan zavqni biz qanday tuyamiz? Keling, shuni ketma-ket ko'rib chiqsak. Bu bizning dopamin tizimimiz. U bizda yuqorida aytib o'tganimizdek xohish hosil qiladi va harakatga undaydi. Lekin zavq bera olmaydi. Zavqni opioid tizimi beradi. Opioid tizimi haqida keyinroq gapirib o'taman va u nima qilishini qisman hozir ko'ramiz. U bizni zavqlantirish, lazzatlanish hissini beradi va qoniqqanligimiz darajasini tekshirib ko'radi. Xo'p, dopamin tizimi harakatga undashni 3 ta ketma-ketlikda qiladi. Birinchisi trigger, bu turtki deyiladi. Tashqaridan qanaqadir signal keladi. Bu yuqorida aytib o'tganimdek, qorningiz ochganda kimdir ovqatlanib turganini ko'rishingiz bu sizga signal bo'ladi va darhol dopamin ajraladi. O'sha signal turtki. Keyin dopamin ajraladi, sizdan keyin harakatga undaydi. Harakatingiz natijasida hosil bo'lgan zavqlanishni darhol opioid tizimi faollashib sizni zavqlantiradi. Mukofot, kichik mukofot beradi. Keyin esa qoniqqanligingiz darajasi tekshirib ko'riladi. Mana shu 5 ta qadam bugun sizni qaramlik haqidagi dastlabki tushunchalaringizni ochib beradi.
Mana shu 5 ta qadamlar ketma-ketligi sizni muvaffaqiyatga erishishingizni yoki qaramliklar botqog'iga botib umringizni barbod qilishini ta'minlashi mumkin. Shu sababli ham bu 5 ta qadamlar ketma-ketligini mukammal tushunib olishimiz kerak. Keling buni bir oddiy faoliyat misolida ko'rib chiqsak. Olma iste'mol qilish jarayoniga e'tibor qiling. Olma iste'mol qilish bu qandaydir jarayon va faoliyat turi hisoblanadi. Buni amalga oshirishimiz uchun albatta bizda dopamin ishtirok etmasa biz uni iste'mol qila olmaymiz. Keling bu jarayon qanday ketma-ketlikda amalga oshadi? Balki shu rasmni ko'rib turgan holatingizda sizda dopamin ajralgan bo'lishi mumkin. Ya'ni signal keladi, yegingiz kelib qoladi, o'sha signal keladi yoki kimdir mazza qilib iste'mol qilib turganini ko'rganingizda darhol trigger ishga tushadi va ventral tegmental areadagi neyronni qo'zg'atadi. Mana shu qismda dopamin ajralishi kerak. Va dopamin ajraldi va bor yo'g'i e'tibor qilsangiz 3 ta kam ramziy ma'noda 3 ta dopamin ajratganman, kam degan ma'noni bildiradi. Mana 3 ta dopamin ajraldi va ular mana bu retseptorlarni qo'zg'atdi. Qo'zg'atish natijasida bizni harakatga undovchi signal paydo bo'ldi. Ya'ni signal bundan keyingisiga o'tdi. Endi qarang. Bu videodan o'rganishingiz kerak bo'lgan muhim nuqta mana shu retseptorlarni zararlamaslik. Bu retseptorlarga hozir dopamin tegib turib, ularni to'xtovsiz qo'zg'atmoqda. Miyamiz avtomatik tarzda bu dopaminlarni qaytarib oladi va transportyorlar orqali eski perisinaptik neyronga joylab qo'yadi. Lekin signal qoldi. Bu qolgan signal sizni harakatga undaydi. Qo'lingizga olmani oldingiz, uni tishladingiz va undan lazzat hissini tuydingiz. Bu kichik mukofot bo'lib, opioid tizimi faollashib, uni sizga his qildiradi. Endi siz yana bir marta tishlashingiz kerak. Uni siz amalga oshira olmaysiz, qachonki opioid tizimi ishini yakunlamaguncha. Qoniqishingizni tekshirib ko'radi. Ya'ni qoniqish deganda to'ydingizmi, bo'ldi, olmagingiz kelmay qoladigan holat bor-ku, o'shani tekshirib ko'radi. Qarasangiz qoniqqanligingiz darajasi past va darhol yana signalni triggerga yuboradi. Ya'ni to'ymaganlik, qoniqmaganlik signali keladi, yana dopamin signal kelib dopamin ajraladi. Sizni yana harakatga undaydi. Va siz olmani oxirigacha yeb qo'yasiz va yana lazzat hissi va qoniqqanligingiz darajasi tekshirib ko'riladi. Va buning natijasida sizda qoniqqanlik darajasi to'liq bo'lganligi uchun endi olma yeyishni to'xtatasiz, o'z-o'zidan boshqa faoliyat turiga o'tib ketasiz. Bu videodan nimalarni o'rganishingiz kerak? Birinchi o'rganishingiz kerak bo'lgan narsani aytdim. Mana bu retseptorlarni zararlamaslik uchun dopaminlarni qaytib chiqib ketgani. Ikkinchisi, bizning har bir ishimizda dopamin kerak ekan. Hattoki bir luqmani yeb, ikkinchisiga o'tishingiz uchun, hattoki kitobdan bir sahifani o'qib tushib, ikkinchi sahifani ochishingiz uchun ham dopamin ajralishi kerak. Agar dopamin ajralmasa yoki boshqa faoliyat turidan ko'proq dopamin ajralsa, siz boshqasiga o'tib ketib qolasiz. Kitobning ikkinchi sahifasiga o'tishingiz uchun ham dopamin kerak. Demak, kundalik hayotimizning har bir qadamida, har bir ishlarimizda dopamin ajralmasa, biz ularni bajara olmas ekanmiz. Ko'rib turganingizdek, dopamin inson tanasidagi Alloh taoloning ajoyib go'zal ne'matlaridandir. Endi bilishingiz kerak bo'lgan 3-chi narsa bu olma iste'mol qilishning tabiiy stimulyator ekanligi. Bu nima degani? Olmani tabiiy mahsulotligi uchun emas. Stimulyatorlar, ya'ni dopamin chiqaruvchi faoliyat turlari ikki xil bo'ladi. Tabiiy bo'lishi mumkin, sun'iy bo'lishi mumkin. Tabiiy stimulyatorlar kam dopamin chiqaruvchi stimulyatorlardir. Kitob o'qish tabiiy dopamin chiqaradi, ya'ni kam chiqaradi. Olma iste'mol qilish, to'yimli ovqatlar iste'mol qilish, sport bilan shug'ullanish, ota-ona bilan gaplashib o'tirish, dars qilish va hokazo, mana shu foydali ishlarning hammasi, uzoq muddatda muvaffaqiyat keltiradigan ishlarning hammasi tabiiy stimulyatorlar hisoblanadi. Sun'iy stimulyatorlarchi? Sun'iy stimulyatorlar tabiiyga nisbatan juda ham ko'p miqdorda dopamin chiqaradi va ular qisqa muddatda juda ham katta lazzat beradi va uzoq muddatga olib bormaydi. Ularni deyarli barchasi qaramlik chaqiradi. Yana ham yaxshiroq tushunishingiz uchun yana bir misol keltiraman. Masalan, oshxonaga kirdingiz, qorningiz och, ikkita tanlov bor. To'yimli, tabiiy stimulyator hisoblangan to'yimli ovqat yeb foydalar olishingiz mumkin va uzoq vaqtgacha o'zingizni to'q his qilishingiz mumkin, yoki ikkinchi variant,
Sun'iy stimulyator hisoblangan shirinliklarni iste'mol qilib, qisqa muddatda juda ham katta zavq olishingiz va o'zingizni yaxshi his qilishingiz mumkin, lekin tez fursatda ochqab qolishingiz tabiiy. Va ikkinchi variant bu xavfli bo'lib, sizni qaramlikka chaqiradi. Yoki yana bir misol, masalan, boyib ketmoqchisiz, ko'proq pul topmoqchisiz. Bunda foydali, uzoq muddatli biznes qilishingiz, ko'p kitob o'qishingiz, insonlarga foyda keltirishingiz mumkin. Ikkinchisi, sun'iy stimulyator hisoblangan qimor o'ynashingiz mumkin. Ikkalasini solishtirdingiz, demak, sun'iy stimulyatorlar bizlarni doimiy ravishda qaramlikka chaqiradigan yo'llar hisoblanadi. Keling, sun'iy stimulyatorlar organizmga qanday ta'sir qiladi, miyamizni qanday boshqaradi, shu haqda batafsil ko'rib chiqamiz. Masalan, sun'iy stimulyatorlardan biri hisoblangan kola ichimligining miyamizga ta'sirini va uning ta'sir natijasi biz qanday qaramlikka tushib qolishimizni ketma-ket ko'rib chiqsak va nimalar yo'qotamiz, shularni diqqat bilan o'rganishingizni iltimos qilardim. Diqqat qiling. Ko'rib turganingiz kola. Buni ko'rishingiz bilan sizda balki agar qisman qaramlik bo'lsa, darhol dopamin ajralib, xayolingizga tezroq ichishim kerak degan signal kelgan bo'lishi mumkin. Mana trigger va signal keldi. U sizdan dopamin ajralishiga majbur qiladi. E'tibor qiling, juda ham ko'p miqdorda dopamin ajraldi. Bundan oldingi videoning oldingi qismida olma iste'mol qilish faoliyatida bor yo'g'i 3 donagina dopamin chiqqandi. Bunda juda ham ko'p miqdorda ajraldi. Buni aytaylik, shunaqa ko'paytirib chizdim, yaxshiroq tushunishingiz uchun. Endi ular mana bu retseptorlarni deyarli barchasini qo'zg'atdi. Endi miyamiz, mana signal kelgan. Endi miyamiz mana bu retseptorlarni zararlamaslik uchun avtomatik tarzda bu dopaminlarni qaytarib olishga urinadi. Qaytarib oldi, lekin bo'shliqdagi boshqa dopaminlar yana qo'zg'atishda davom etadi. Xullas, bu retseptorlarimiz uzoq vaqt kuchli qo'zg'alib turadi. Harakatga kirishdingiz, qo'lingizga kolani oldingiz, ichishingiz bilan darhol lazzat hissini tuyasiz. Va bu lazzat hissi odatdagidek emas, juda ham ko'p, ekstremal ko'p. Va bu lazzat hissini dopamin sizda dopamin xotirasi sifatida eslab qoladi. Bu nima uchun kerak? Bundan keyin ichadigan ichimliklaringiz yoki kola bo'ladimi, boshqa shirinliklar iste'mol qilasizmi, aynan lazzat hissini mana shu xotira bilan solishtirib ko'radi. Agar bu xotiradan kam bo'lsa, yana bir marta urinib ko'rish kerak. Yana bir marta urinib ko'rish kerak degan signalni berishda davom etadi. Xo'p, endi bu kolani mana lazzat hissi yozildi, dopamin xotirasi sifati. Endi qoniqish hissingiz tekshirib ko'riladi. Qoniqish hissi odatda 0 dan biroz baland bo'ladi. Nimaga? Sun'iy stimulyatorlar deyarli hech qachon bizga qoniqish hissini bermaydi. Men Coca-Colaga qaram bo'lgan ko'pchilik yoshlardan, shogirdlarimdan so'raganman. Kolaga qachondir to'yasanmi deganimda aytadiki, ustoz, hech qachon. Ya'ni faqat qornim shishib ketganligi uchun yoki yonimda kola tugab qolganligi uchun o'zimni to'xtataman, lekin hech qachon to'yganlik hissini his qilmayman. Ya'ni yana bo'lsa yana ichardim. Chunki qornim shishib ketmaganda yana ham ichardim degan gaplarni ko'p eshitganman. Sizda ham aynan shunday bo'lishi mumkin. Qoniqish hissi bo'lmaganlik uchun signal keldi va yana signal dopamin chiqarishga majburladi, dopamin ajraldi. Siz endi ikkinchi stakanni qo'lingizga olib uni ichdingiz. Yana lazzat hissi, yana qoniqish hissi tekshirib ko'riladi va qoniqish hissi yana bo'lmadi. Yana signal ketadi, yana ichishga majburlaydi. Ya'ni bu to'xtash yo'q. Faqat muammo shundaki, sizda kola tugab qolganligi uchun majburlasada, endi boshqa kolangiz yo'qligi uchun o'z-o'zidan sekin so'nish kerak. Shunda mana bu dopaminlar ma'lum muddatdan so'ng orqaga qaytib chiqib ketishni boshlaydi. Qaytib chiqib ketar ekan, har bir dopamin bu retseptorlarni zararlab so'ngra chiqib ketadi. Va natijada asta-sekin bu signal o'chib, o'sha kola ichishga bo'lgan ehtiyoj, xohish sekin bostiriladi. O'ylaymanki, bu dastlabki iste'mol qilish jarayonini tushunib oldingiz. Bu birinchi marta iste'mol qilish jarayoni edi va shuni o'zida juda ham ko'p miqdorda dopaminlar chiqib, mana bu retseptorlarimizni zararlaganini guvohi bo'ldingiz. Endi esa qaramlikning shakllanish bosqichlarini ko'rib chiqamiz. Qaramlik 4 ta bosqichda shakllanadi. Birinchi qadam. Bu birinchi iste'mol hisoblanadi. Ko'pchilik men kolaga qaram emasman deb o'ylaydi, lekin aslida birinchi marta emas, boshqa marta ichyapsizmi? Ya'ni haftasiga bir martadan ko'p ichyapsizmi? Demak, siz aslida qaramlikning qaysidir bosqichidasiz. Xo'p, birinchi qadam bu birinchi iste'mol. Birinchi iste'mol natijasida
juda ham ko'p mana miqdorda dopamin ajraldi, retseptorlarni qisman zararladi, kola ichdingiz, dopamin xotirasi shakllandi, qoniqmadingiz, yana va yana ichishga targ'ib qildi. Agar bu ishni siz har kun yoki kun oro yoki haftada 2-3 marta ichishni boshlasangiz, asta-sekin sizda odatlar shakllanishni boshlaydi va darhol ikkinchi bosqichga o'tib ketadi. Bu odatlanish bosqichi hisoblanadi. E'tibor qilsangiz, yuqoridagi muddatlarni yozganman. Taxminan 1-2 haftaning ichida odatlar shakllanadi va sizda nima bo'ladi? Qarang, miyangizda kolani oddiy ichimlik emas, uni mukofot deb belgilab qo'yadi. Ya'ni kolani ko'rish bilan mukofot topgandek o'zini his qiladi. Endi bundan tashqari sizda yangi odatlar shakllana boshlaydi. Ichimlik zavq bilan bog'lanadi. Ya'ni zavq bilan bog'langanligi uchun ham tezroq odat shakllanadi. Natijada kun davomida kola ichgingiz kelib qoladi. Yoki eng muhim nuqtani aytay, zerikish yoki charchoq hissini sezishingiz bilan ichingizdan nafsingiz tomonidan kola ichishga targ'ib bo'ladi. Ya'ni ichki turtki keladi va signal ajratib dopamin chiqib sizni harakatga undaydi. Va o'z-o'zidan kimgadir pul berib yuborasiz kola olib kelishini yoki muzlatgichdan kola olib ichishga majbur bo'lasiz. O'z-o'zidan bu jarayonlar amalga oshishni boshlaydi. Mana shu odatlanish bosqichida to'xtab qolmasangiz, qaramlikning chuqur bosqichiga o'tib ketasiz. Bu esa 3-bosqich, tolerantlik deb ataladi. Mana shu tolerantlik bosqichi hamma turdagi qaramliklarda bor. Telefon, ijtimoiy tarmoq, giyohvand moddalar, fast food, qanaqa turdagi qaramlik bo'lsin, hammasi mana shu tolerantlik bosqichidan o'tgandan so'ng chuqur qaramlik bosqichlariga kirib boradi. Tolerantlik nima? Tolerantlik bu moslashish deb ataladi. Sodda qilib tushuntiraman. Har kun siz osh yeyapsiz. Uyga bordingiz, osh qilib qo'yishgan, ovqat yedingiz, ertangi kun, 3-kun, yana 4-kun ham osh qilib qo'yishgan. 5-kunda yegingiz kelmay qoladi, to'g'rimi? Nima uchun? Bizni miyamiz har kun bir xil signal qabul qilganda unga nisbatan moslashish hosil qiladi va uni to'xtatishga harakat qiladi. Ya'ni qo'pol qilib tushuntiraman. Har kun bir xil ovqat yesangiz, osh yesangiz, har kun bir xil vitamin kiryapti. Endi yangi turdagi vitaminlar ham kirish kerak deb oshni to'xtatishga harakat qiladi. Bunda osh tabiiy dopamin, tabiiy stimulyator hisoblangani uchun deylik 3 ta dopamin tushdi. Avvalgidek 3 ta tushmasdan bitta tushirishni boshlaydi. Bitta dopamin tushgani uchun osh sizga zerikarli bo'lib tuyulmaydi. Boshqa ovqatlarni xohlab qolasiz. Tolerantlik aynan shu. Endi kolada bu qanday amalga oshadi? Miyamiz har kun kola iste'mol qilayotganingizni ko'rib, shu kolani boshqa ichmasaydi deb uni to'xtatishga harakat qiladi va juda ham dopaminlar miqdorini kamaytiradi. Mana kamaytirganiga e'tibor qiling. Kamaytirdi. Bu kamaygan holati ham tabiiy stimulyatorlardan ancha ko'p. Kamaydi. Nima uchun kamaytirdi? Ya'ni boshqa kola ichmasin deb kamaytirdi. Lekin mana shu qilgan ishi miyamizni o'ziga o'zi qo'ygan tuzog'i hisoblanadi. Yaxshilab diqqat qilsangiz tushunib olasiz. Demak, dopamin kam ajraldi. Mana bu retseptorlarning ahvoliga bir qarang. Bularni ataylab yuqorisini qizil rangda ifodalab qo'ydim. Bu avvalgi sof holatdagi sog'lom retseptorlar emas. Odatlanish paytida zararlangan retseptorlarimiz. Ular o'sha dopaminlarning ta'sirida o'zini siqib olgan, boshqa signal o'tkazmayman deb o'zini majburlab zararlantirgan retseptorlar. Buning natijasida dopaminlar biroz kamaygan, retseptorlar signalni yaxshi o'tkazmaydi va shuning natijasida signal o'tadi. O'tgan signal o'z-o'zidan yaxshi signal o'tmaganligi uchun sizda lazzat hissi kamayib ketadi, avvalgi bilan solishtirilganda juda ham kam. Qoniqish hissi 0 ga yaqinlashadi va buni hisobidan siz tolerantlik bosqichida qayta ichgingiz kelaveradi. Avval 1 stakan yoki 2 stakan ichgan bo'lsangiz, endi ko'proq ichasiz, butilkalab ichishni boshlaysiz. Mana shu tolerantlik bosqichi qaramlikning eng chuqur bosqichlarining boshlanishi hisoblanadi. Ko'pchilik o'ylaydi, uzoq vaqtda hosil bo'lsa kerak bu tolerantlik deb. Yo'q, yuqorisiga e'tibor qilgan bo'lsangiz, muddatini yozganman. 3-4 haftada tolerantlik bosqichiga o'tib ketadi. Endi tolerantlik bosqichini agar siz ushlab qolsangiz, ya'ni buni takrorlashda davom etsangiz, keyingi bosqich mutlaqo qaramlik 4-bosqichga o'tadi. 4-bosqichda nimalar sodir bo'lishini aytaman. Bu endi mana 4 oy davomida bu shakllandi. 4 hafta davomida endi 2-oydan boshlab sizda chuqur qaramlik boshlanadi. Miyangiz kolasiz o'zini normal his qila olmaydi. Shuningdek, ichimlikni vaqtincha tark qilsangiz, ya'ni bugundan boshlab ichmayman desangiz yoki kimdir sizga taqiqlasa, xumor simptomlari paydo bo'ladi. Oddiy ichimliklar endi sizga zavq bermaydi. Suv, sut kabi ichimliklar sizga zavq bera olmaydi. Nima uchun? Chunki ulardan juda ham kam miqdorda dopamin ajralardi. 3 ta, 2 ta masalanda. Shular ajralardi. Endi bu retseptorlar ularni yaxshi sezmaydi, chunki ular ancha zararlandi.
Natijada o'zingizni charchagan yoki zerikkan, doimiy ravishda zerikkan his qilasiz va diqqatingizni jamlay olmaysiz. Mana shu joyda bir narsani aytib o'tishim kerak. Mana shu diqqatini jamlay olmaslik, charchagan, zerikkan his qilish, aynan mana shu qismi orqali biz Kolba maktabimizda o'quvchilarga, shuningdek o'qituvchilarga va barcha xodimlarga rangli ichimliklar, gazli ichimliklar, shirinliklar, energetiklar va shunga o'xshagan ichimliklarning barchasini mutlaqo ichishni taqiqlaganmiz. O'zimizda sotilmaydi, atrofimizda sotilmaydi va buni o'quvchilar sotib olishga imkoniyati bo'lmaydi va ko'rib qolsak katta jarimaga tushadi. Nima uchun? Agar ularga biz bu narsalarga bo'sh qo'ysak, yengil qaraydigan bo'lsak, ular darsda diqqatini jamlay olishmaydi va chalg'ib, o'zini charchagan, zerikkan his qiladi va darsning effektini juda ham tushirib yuboradi. Aynan mana shu sabab bilan biz cheklaganmiz. Bundan tashqari, aynan tolerantlik bosqichidan keyin siz o'zidan o'zi asabiylashadigan bo'lib qolasiz. Ya'ni ichingizdan kelgan xohish kolagami, boshqa narsagami bilmaysiz, lekin o'zingizdan o'zingiz asabiylashadigan bo'lib qolasiz. Eng muhim yomon tomoni, endi siz kolani zavq uchun emas, shunchaki o'zingizni yaxshi his qilish uchun ichasiz. Bu qaramlikning yuqori bosqichi hisoblanadi. Lekin aynan mana shunday holatda yurgan insonlar ham o'zini qaram emasman deb o'ylashadi. Bu juda ham katta fojia hisoblanadi. Keling, yuqorida 4 ta qadamlar ketma-ketligini ko'rib chiqdik. Siz aynan qaysi bosqichdasiz? Buni izohlarda yozib qoldiring. Insonlar xavfni ko'rganda to'xtashadi. Ya'ni jar yoqasiga borganingizda xavfni ko'rib to'xtaysiz. Yuqorida kola va shunga o'xshagan jamiki energetiklar, shirinliklar va gazli ichimliklarning xavfini ilmiy asoslar bilan ko'rsatib berdim. Shu joyga kelganda to'xtash vaqti kelmadimi? Agar siz bundan ta'sirlangan bo'lsangiz, ya'ni retseptorlaringizni qanchalik zararlanayotganini ko'rgan bo'lsangiz, voz kechishga qaror qiling va undan voz kechish yo'llarini video davomida professional yechimlarni berib boramiz. Kuzatishda davom eting. Yuqorida siz bilan shirinliklar, gazli ichimliklar, fast food, shunga o'xshagan yeguliklarni, ya'ni oziq-ovqatlarni sizga beradigan qaramligini mukammal tarzda ko'rib chiqdik. Lekin virtual olamning qaramligi dahshatli bo'ladi. Keling shuni ko'rib chiqsak. Gadjetlar, ijtimoiy tarmoqlar, onlayn qimor, behayo pornografik videolar. Bular sizni miyangizga qanday ta'sir qiladi? Bularning barchasi bir xil mexanizm bilan ta'sir qilsa-da, virtual olamning ta'siri ancha ayanchli va natijalari qo'rqinchli bo'ladi. Keling, telefonlar va gadjetlar bizni miyamizni qanday qaram qilayotganligini ko'rib chiqamiz. Xo'p, gadjetlar bular sun'iy simulyatorlar bo'lib, sizga dastlab trigger ishlashi uchun bildirishnoma keladi. Ya'ni qandaydir bildirishnoma keldi, siz u xabarni ochib o'qishingiz uchun darhol trigger ishlaydi va sizdan dopamin ajratadi. Dopamin, ya'ni sun'iy stimulyatorlar kabi ko'p miqdorda dopamin chiqdi va sizni harakatga undaydi. Avval aytib o'tganimdek, harakatga undashimizdan oldin muhim e'tibor qilishimiz kerak bo'lgan jihat, mana bu retseptorlarni zararlamaslik uchun dopaminlarning bir qismi qaytib ketadi. Lekin sinaps bo'shlig'ida juda ham ko'p miqdorda dopamin bo'lganligi uchun boshqalari qayta va qayta zararlashda davom etadi. Siz qo'lingizga telefonni oldingiz va o'sha bildirishnoma orqali kelgan xabarni o'qidingiz yoki videoni ko'rdingiz va dastlabki mukofotni opioid tizimi faollashib sizga beradi. Va natijada qoniqqanlik hissingiz tekshiriladi. Qoniqqanlik hissingiz odatda 0 ga teng bo'ladi. Nima uchun? Chunki bu virtual olam. Bu kola qisman bo'lsa-da ham, ya'ni Coca-Colada qisman bo'lsa ham qoniqish hissini tuygandingiz. Nimaga? Chunki uni ichganingizda tilingizdagi retseptorlar, og'iz bo'shlig'ingizdagi retseptorlar uni qisman bo'lsa-da sezgandi. Lekin virtual olamni qo'l bilan ushlab bo'lmaydi, his qilib bo'lmaydi. Uni faqat ko'z bilan ko'rasiz xolos. Shu sababli ham ularning qoniqish darajasi 0 ga teng bo'ladi. Bu 0 ga tenglik sizni haqiqiy tuzoqqa tushiradi. Diqqat qiling. 0 ga tengligi uchun yana bir marta urinib ko'rish kerak degan signal yuboriladi. Dopamin tizimi nimaga qoniqmayotganligingiz bilan ishi yo'q. Yana bir marta urinib ko'rish kerak degan signalni qayta va qayta beraveradi. Ya'ni bitta o'yinda yutqazib qo'ysangiz, yana bir urinib ko'rish kerak, yana bir urinib ko'rish kerak degan signal keladi-ku. Aynan mana shu dopamin va opioid tizimlarini ketma-ket ishlashidan bo'ladi. Ya'ni yana bir marta urinib ko'r, chunki xabarni ko'rganda zavq bergandiku degan signal keladi. Shu paytda sizda trigger ishlab, yana dopamin ajraladi va sizga harakatga undab, siz endi ko'rib turgan videoingizni emas, ikkinchisiga o'tasiz. Ya'ni xuddi reels titayotgan holatingiz. Bittasini ko'rdingiz, qoniqish hissi yo'q, dopamin keladi, ikkinchisiga o'tasiz. Yana dopamin keladi, uchinchisiga o'tasiz. Dopamin keladi, to'rtinchisiga o'tasiz. Ularni tugatib, storieslarni ko'rasiz, ularni tugatib, yana nimadirlarni ko'rasiz, davom etaverasiz.
boshingizni ko'tarib qaraganingizda oradan 4-5 soatlab vaqt o'tib ketgan bo'ladi. Koladan farqini sezyapsizmi? Coca-Colada o'zingizni to'xtatib qolishingiz mumkin. Qachon? Qorningiz shishib ketganda yoki kola tugab qolganda o'zingiz to'xtata olasiz. Lekin telefoningizda quvvati tugab qolmaguncha, internetingiz tugab qolmaguncha, ota-onangiz yoki yaqinlaringiz sizni chalg'itmaguncha siz telefondan boshingizni ko'tara olmaysiz. Ya'ni birinchi marta foydalanayotganingizni o'zida tuzoqqa tushib qolasiz. Bu juda ham katta xatar. Va necha soat o'tirsangiz, o'shancha vaqt davomida sinaps bo'shlig'ida juda ko'p miqdordagi konsentratsiyada dopaminlar bo'ladi va ular bizni retseptorlarimizni halok qiladi. Endi esa gadjetlarga qaramlilik shakllanishini ketma-ketligini ko'rib chiqamiz. Buni koladan farqi juda ham ko'p. Birinchi qadam dastlabki foydalanish. Dastlabki foydalanishning o'zidayoq insonlar 1 soat, 2 soat telefonda qolib ketadi va juda ham ko'p stimul beriladi va shuni natijasida dopamin xotirasi shakllanadi. Qoniqish hissi yo'qligi uchun qayta va qayta urinib 1-2 soat qolib ketishadi. Va bu ishni har kun takrorlashsa, sizda asta-sekin odat shakllanadi. Odat shakllanadi degani nima degani? Endi sizni miyangiz, qo'lingiz o'sha ijtimoiy tarmoqlar telefoningizni ekranini qaysi qismida turganini yaxshi biladi. O'z-o'zidan Instagram topib kirib ketadi, o'z-o'zidan TikTokni topib kirib ketadi. Siz fikrlashingiz shart emas. Odat bo'lib qoladi. Qo'lingiz har 10 daqiqada shunchaki ochib kirib ketadigan odat shakllantiradi va bu unga ancha qulaylik tug'diradi. Demak, ikkinchi qadam odat shakllandi. Bu qadamda nimalar sodir bo'lishi haqida ko'p gapirmaymiz, chunki o'zingizdan nima o'tayotganini yaxshi bilasiz. Darhol 3-qadamga o'tsak ham bo'ladi. Odat davomida siz to'xtamasangiz, gadjetlardan, ijtimoiy tarmoqlardan cheklamasangiz, 3-eng ashaddiy qadam yuqorida aytganimdek tolerantlik boshlanadi. Tolerantlik nima edi? Inson organizmining miyasi, ya'ni miyada dopaminlar moslashadi. Kamroq chiqarishga harakat qilardi. Nima uchun? Bo'ldi, shu faoliyatni boshqa qilmasin, to'xtasindirdi. Lekin telefon va gadjetlarda boshqacha. Birinchidan, kolaga nisbatan retseptorlarimiz ancha ko'proq zararlangan. Ko'proq qizil rangda ifodalab qo'ydim. Nimaga? Chunki 4 soatlab, 5 soatlab katta miqdordagi dopaminda o'tirdingiz shuncha vaqt. Ikkinchidan, Coca-Colada kamroq miqdorda dopamin tushishni boshlardi. Bunda esa baribir ko'p miqdorda, o'sha eski holatda, balki undan ham ko'proq dopamin tushadi. Nega? Chunki ijtimoiy tarmoqlar, telefon sizga har gal yangi narsalarni taqdim qiladi. Yangi, hech qachon zerikarli bo'lmaydi. Har doim qiziqarli bo'lganligi uchun sizga doimiy ravishda ko'proq dopamin ajralishiga sabab bo'ladi. Masalan, tasavvur qiling, internetingiz uzilib qolgan, siz Instagramdagi barcha lentalarni titib chiqdingiz, hali internetingiz yonmadi, qayta ko'rgingiz kelmaydi, chunki qiziq narsa tugadi. Internet doimiy ravishda yoniq bo'lganligi uchun qayta ko'raverasiz. Endi dopamin ko'p, retseptorlar juda ham zararlangan va natijada sizda qoniqish hissi, lazzat hissi bo'lmaydi. Siz to'xtovsiz ravishda scroll qilaverasiz, o'tqazaverasiz va borgan sari qaramlikning tubiga kirib boraverasiz. Endi sizning bu retseptorlaringiz avvalgidek ishlamaydi. Ko'rib turganingizdek, bu tuzoqdan shunchaki chiqishning iloji yo'q. Agar voz kechmasangiz, to'xtamasangiz iloji bo'lmaydi. Ya'ni bu shamollashga o'xshagan kasallik emaski, 4-5 kun indamasangiz o'zi tuzalib ketsa. Ya'ni buni o'z holiga qo'yib qo'ysangiz, qachondir telefondan o'zim qutulib qolaman deb o'ylamang. Borgan sari sizni botqoqlikka tortib boraveradi. Natijada retseptorlaringiz zararlangan, miyamiz falajlangan, chirigan holatga o'tib boraveradi. Siz o'zingiz yaxshi inson, orzularingiz katta, bu millatga xizmat qilishni qattiq xohlashingiz mumkin. Ammo bu nuqsonlarni tuzatib, mana bu holatga keltirmaguningizga qadar siz bu ishlarni amalga oshira olmaysiz. Sizni chunki harakatga undaydigan mukofot tizimingiz ishdan chiqib bormoqda. Xo'sh, buni tuzatish imkoni yo'qmi? Bu shunchalik katta epidemiyaki, hattoki butun boshli avlodning nomini o'zgartirdi. Ya'ni 1996-yildan keyin tug'ilgan yoshlarimizni biz Z avlod deb atay boshladik. 2013dan keyin alfa avlodlar tug'ildi. Dunyoda hech bir kasallik turi yo'qki, butun boshli insonlarni, avlodni nomini o'zgartirgan. Bu epidemiya ularning nomini o'zgartirdi. Biz Z avloddan diqqatni jamlay olmasligi, uzoqni ko'ra olmasligi, tabiat bilan bog'lana olmasligi, umrini isrof qilishi, vaqtni isrof qilishi bo'yicha juda ham ko'p noliymiz. Aslida bu bizning aybimiz. Biz ularni virtual olamni qulligidan himoya qila olmadik. Hattoki ularga yordam berdik. Bu ishga kirib ketishiga, o'zlarini barbod qilishiga yordam berdik. Endi ularni tuzatib bo'lmaydimi? Albatta, ularni tuzatishga yechimlar bor. Masalan, Kolba maktabimizda tahsil oladigan o'zlari Z avlod yoki alfa avlod davrida tug'ilgan bo'lsa ham, miyasini
qaramliklar botqog'idan qutqarib qolgan, sog'lom saqlab qolgan, o'zlari jismonan Z avlod hisoblanmagan yoshlarimiz juda ham ko'p. Ular diqqatni bir joyga jamlay olishadi, teran fikrlay olishadi, katta hajmdagi kitoblarni bemalol o'qiy olishadi. Chunki ularni maxsus usullar yordamida biz yoki ota-onalari qutqarishdi. Aynan shunga o'xshagan sinab ko'rilgan yechimlarni video davomida sizga berishda davom etamiz. Endi siz bilan qaramliklarning cho'qqisi hisoblangan giyohvand moddalar ta'sirida vujudga keladigan qaramlikning asl ildizlarini ko'rib chiqamiz. Xo'sh, bular miyamizni qanday qamrab oladi? Giyohvand moddalar iste'mol qilinganda miyada juda ham ko'p miqdorda, ekstremal miqdorda dopamin ajraladi va ular retseptorlarni keskin zararlashni boshlaydi, ko'rib turganingizdek. Bu iste'mol qilingan kokain va shunga o'xshagan giyohvand moddalar, mana e'tibor qilgan bo'lsangiz, bular kokain molekulalari, ular dopaminlar qaytib chiqib ketib, bu retseptorlarni zararlamasligi uchun qaytib chiqib ketayotgan yo'llarni, ya'ni transportyorlarni darhol to'sishadi. Endi sinaps bo'shlig'ida qamoqxona hosil bo'ldi. Dopaminlar uzoq muddat bu joyda to'xtab qolishadi va ular mutlaqo bu joyda yemirilib yo'qolib ketmaguncha yoki kokain molekulalari metabolizmga uchrab ketmagunga qadar ular bu joyda saqlanib qolishadi va retseptorlarni zararlashda davom etadi. Yoki bundan ham ayanchliroqi bor. Masalan, metamfetamin degan giyohvand modda. U xuddi kokain kabi yo'llarni to'sib qo'yishdan bir qatorda ortib qolgan, ya'ni bo'sh turgan molekulalar perisinaptik neyron tarkibiga kirib, ko'p miqdorda dopaminlarni haydab chiqadi va sinaps bo'shlig'ini to'ldirishda davom etadi. Va buni eng ayanchli jihati shundaki, Coca-Cola gadjetlarga o'xshab bir necha hafta yoki bir necha oyda tolerantlikka o'tib ketmaydi. Birinchi iste'molning o'zida retseptorlarni zararlaydi, hattoki ularni nobud qiladi. Natijada inson mutlaqo qaramlikka birinchi kunning o'zida o'tib ketadi. Yuqorida siz bilan qaramliklarning deyarli barcha turlarini ko'rib chiqdik. Yana ham yaxshiroq ta'sir qilish uchun men har gal o'zim ko'rganimda ta'sirlanadiganim, hattoki ko'zimga yosh keladigan bir ilmiy asoslangan videoni sizga taqdim qilmoqchiman. O'zi 3-4 daqiqalik video. Bunda siz farzandlarimizni qanchalik yo'qotayotganimizni aniq tushunasiz. Diqqat bilan kuzatishingizni iltimos qilaman.
Siz ko'rgan bu ayanchli sahnalar sizning farzandlaringiz miyasida yashirin ko'rinish sodir bo'lmoqda. Dunyo bolalari bugunga qadar bunchalik baxtsiz bo'lishmagan. Biz nafaqat o'spirin yoshdagi bolalarimizni, balki yosh go'daklarimizni ham qo'llariga telefon berib, ularni uzoq muddat ekran oldida ushlab, ularni miyasini zararlamoqdamiz. Onalar o'zlariga qisqa muddatli tinchlikni sotib olaman deb bolalarimizning potensiallarini o'ldirishmoqda. Ular shu qadar baxtsizki, lekin ular bu baxtsizlikdan chiqish yo'llarini bilmaydilar. Ularga yo'l ko'rsatishimiz kerak. Shu sababli ham yosh bolalari bor bo'lgan ota-onalardan iltimos qilgan bo'lardik. Ularni bu qaramlikdan qutqaring. Ularni ekranlardan uzoqlashtiring. Bu millatni qutqarishda, kelajakni tarbiyalashda bizga yordam bering. Hattoki bu video sizga foydali bo'lgan bo'lsa, barcha yaqinlaringizga ulashing. Qadimda ulamolarimiz shunchalik tabiati sof bo'lganki, retseptorlarni sof saqlashganki, masalan, Imomi Buxoriy hazratlari oldiga qo'ygan maqsadlariga erishish uchun, missiyalariga erishish uchun tabiiy stimulyatordan chiqqan dopamindan ham ruhlana olgan, harakatlana olgan, hattoki uzoq kilometr masofalarni bosib, bitta hadis uchun bosib o'ta olgan. Bizcha hozirgi kunda ijtimoiy tarmoqda bitta qo'limiz tegib ketsa chiqib keladigan hadislarni, ma'lumotlarni o'qishga o'zimizda kuch topa olmaymiz. Agar biz yoshlarimizni qutqarmasak, ularni virtual olam qaramligidan qutqara olmasak, biz kutgan kelajak hech qachon kelmaydi. Bu millatni qutqara olmaymiz. Bunda bizga yordam berishingizni iltimos qilamiz. Yuqorida siz bilan barcha turdagi qaramliklarning chuqur ildizlarini ko'rib chiqdik. Endi siz ularni natijasida keladigan musibatlarni yaxshi bilasiz. Endi biz muvaffaqiyatga erishgan insonlar kabi ko'p kitob o'qishni, diqqatimizni bir joyga jamlashni, uzoq muddatli rejalar tuzishni uddalay olmaymizmi? Bunga yechim bormi? Albatta bor. Keling, yechimlarni ko'rib chiqamiz. Yuqorida siz bilan ko'rib chiqqan ma'lumotlarimiz ilmiy asoslariga va dalillarga ega bo'lib, ularni tayyorlashda ekranda ko'rib turgan kitoblaringizdan va juda ham ko'p sondagi maqolalardan foydalandik. Ularning elektron variantlarini Telegram kanalimdan yuklab olishingiz mumkin. 2019-yilda Cameron Sepah degan olim Silikon vodiysida aynan ushbu muammoning yechimi sifatida dopamin detoks usulini taklif qildi. Va bu usul juda ham ommalashib ketdi ijtimoiy tarmoqlarda, ommaviy axborot vositalarida. Va natijada odamlar dopaminni o'ziga dushman deb bilib olishdi. Ya'ni dopamin detoks so'zini to'g'ridan to'g'ri tushunib olishdi. Dopamin detoks degani dopaminni tozalash deb tushunib olishdi. Va natijada dopaminni tozalash uchun har xil usullarni o'ylab topisha boshlashdi. Hattoki dori moddalarini iste'mol qilishdi. Va natijada ilmiy hamjamiyat dopamin detoks ilmiy isbotlanmagan usul, hattoki uning termini ham xato deb chiqishdi. Chunki
Dopaminning qanchalik muhim ekanligini videomizning dastlabki qismlarida ham yaxshi tushunib oldingiz. Ya'ni, dopamin insonning har bir harakati uchun kerak bo'ladigan neyromediatordir. Zero bizning maqsadimiz dopaminni mutlaqo tozalash emas, balki mana bu zararlangan retseptorlarimizni sog'lom holatga keltirish, sinaps bo'shlig'idagi juda ham ko'p miqdordagi dopamin konsentratsiyasini kamaytirib, muvozanat holatga keltirishdir. Shuningdek, biz buni natijasida diqqatni jamlashni o'rganamiz. Uzoq muddatli rejalar qila olamiz. Impulsiv harakatlar, ya'ni beixtiyor harakatlarni nazorat qilib, odatiy hayotiy zavqlardan zavq olishni o'rganamiz. Xo'sh, biz buni qanday qadamlar ketma-ketligida amalga oshiramiz? Keling, ko'rib chiqamiz. Dastlabki birinchi qadam: o'zingizni qiynayotgan zararli odatlar ro'yxatini tuzib chiqing. Ya'ni, qaysi odatlarda sizda qaramlik mavjud? Yaxshilab o'ylab ko'rib, bu ro'yxatni tuzing. Siz tuzarkansiz o'zingizni tanishni boshlaysiz va bu ro'yxat shakllangandan so'ng o'zingiz bilan o'zingiz yaxshilab kelishib oling. Bu yomon odatlardan mutlaqo yoki ba'zilardan qisman voz kechaman. Qisman deganda, masalan, telefon, ba'zi ijtimoiy tarmoqlardan mutlaqo voz kechib bo'lmaydi albatta. Ulardan qisman voz kechaman. Ba'zi, masalan, juda ham yomon odatlar, kimdadir chekish bo'lishi mumkin, kimdadir o'sha shirinliklarga mukkasidan ketish bo'lishi mumkin. Mutlaqo voz kechaman deb o'zingizga qaror qiling. Ikkinchisi, yuqorida aytganimdek, bizning maqsadimiz retseptorlarni tiklash va muvozanatga keltirish edi. Bu retseptorlarni tiklash uchun ilmiy asoslarga ko'ra taxminan eng kamida 2 haftadan 12 haftagacha vaqt ketar ekan. Demak, siz dopamin detoks uchun, biz dopamin detoks deb nomlasak ham bo'laveradi, lekin maqsadimizni tushundingiz. Dopamin detoks uchun muddat tanlang. Kamida 2 hafta, 12 haftagacha bo'lgan oraliqda muddat tanlang. Bu ikkinchi qadam. Uchinchi qadam: triggerlar, ya'ni turtkilarni mutlaqo bloklang. Bu nima degani? Agar siz triggerlarni bloklamasangiz, bu tuzoqliklardan chiqishingiz imkoniyati juda ham kam bo'ladi. Masalan, e'tibor qilsangiz, turtki keldi va tuzoq boshlanadi. Dopamin ajraladi, sizni harakatga undaydi, darhol kichik mukofot lazzat beradi, qoniqish hissi yo'qligi uchun yana dopamin ajraladi. Bu yuqorida aytib o'tganimdek mutlaqo tuzoqdir. Sizga bir marta turtki kelishi bilan tuzoqqa avtomatik tushib qolasiz. Shu sababli ham biz turtkini mutlaqo bloklashimiz kerak. Turtkilar o'zi ikki xil bo'ladi. Tashqi turtkilar bo'lishi mumkin yoki ichki turtki. Tashqi turtkilarga nimalar kiradi? Masalan, telefoningizning bildirishnomalari bo'ladimi? Yoki masalan, ko'chada ketayotganingizda har gal bir xil shirinlik do'konining oldidan o'tasiz, u sizga turtki bo'ladi va shu sababli shirinlik sotib olish ishtiyoqi paydo bo'ladi. Balki har kun sotib olarsiz ham. Demak, o'sha ham turtki bo'ladi. Siz o'sha ko'chadan o'tishni o'zingizga cheklang. Bildirishnomalarni hammasini o'chirib qo'ying. Agar siz har kun o'rtog'ingiz bilan o'tirganda g'iybat qilib qo'yayotgan bo'lsangiz, o'rtog'ingiz bilan o'tirishni cheklang. Chunki g'iybat qilish ham aynan qaramlikning o'zidir. Nega? Chunki g'iybat ham aynan telefon, virtual olamga o'xshab ishlaydi. Inson kimdir g'iybat qilayotganda ko'p miqdorda dopamin chiqadi, lekin lazzat hissi bo'lmaydi. Shunchaki kichik mukofotlar beriladi. Inson kimnidir g'iybat qilayotgan paytda o'zini boshqa odamga nisbatan ustun qo'yib g'iybat qiladi. Har doim inson o'zini ustun qo'yishi bilan ijtimoiy balandlikni his qilganda ko'p miqdorda dopamin chiqaveradi. Hattoki g'iybat qilayotganingizda sheringiz sizni ma'qullab qo'ysa, dopamin miqdori oshib boradi. Shu sababli ham g'iybat, yolg'on gapirish kabi odatlar ham qaramlikni keltirib chiqaradi. Demak, ularni ham cheklash kerak. Demak, tashqi turtkilarni tushundingiz. Lekin ichki turtki hisoblangan nafs bor. Bu nafs insonga juda ham katta bosim beradigan ichki turtki hisoblanadi. Hattoki tashqi turtki kelganda unga qo'shilib yana ham turtkini kuchaytiradi. Bu nima degani? Masalan, tashqi turtki bir marta keladi. Ya'ni telefoningizga bildirishnoma bir marta ting etib keladi. Lekin ichki turtki qayta va qayta to bajarmaguningizga qadar keladi. Shu sababli ichki turtkini kesish, bloklash uchun ba'zi usullarni aytaman. Ichki turtki, ya'ni nafsimizning ovozi qachon keladi? Qachonki biz zerikkanimizda, charchaganimizda, holi qolganimizda nafsimizning ovozi tezroq eshitilishni boshlaydi. Shu sababli ham siz zerikish, holi qolish kabi holatlarning oldini olishingiz kerak. Ya'ni telefon, ijtimoiy tarmoq va boshqa yomon zararli odatlardan voz kechdingizmi, ularni o'rnini darhol to'ldiring. Bo'sh qolib ketmasin. Nima bilan to'ldirish mumkin? Kitob o'qish, qaysidir kurslarga borish, sport bilan shug'ullanish, har kun ertalab tongda yugurish va hokazo ishlar bilan to'ldirsangiz, o'z-o'zidan ichki turtkining kelishini oldini olgan bo'lasiz. Bu 4-qadam. Ya'ni zararli odatlaringiz o'rnini foydalilari bilan to'ldiring.
Shu o'rinda ichki turtki hisoblangan nafs haqida qisqacha aytib o'tsam. Nafsga e'tibor qiling. Ko'pchilik nafs bizning katta dushmanimiz deb o'ylaydi. Haqiqatan ham shunday. Nafs katta dushman, lekin dopamin uning asosiy yugurdagi hisoblanadi. Nima demoqchiman? Qarang, nafs bizga hamma ishni qilmaydi. Shunchaki turtki beradi, qolgan hamma tuzoqni dopaminni o'zi quradi. Mana nafs ichki xohishni keltiradi, qolgan mana qo'limizni o'sha joyga olib bormaydi. Qolgan ishni hammasini dopamin qiladi. Turtki keldi va biz beixtiyor harakatga tushib, tuzoqqa tushib ketamiz. Demak, nafsimizni boshqarish juda ham muhim hisoblanadi va bundan tashqari nafs bizga eng katta bosim beradigan turtki hisoblanadi. Masalan, buni sizga bir misolda tushuntirib beraman. Masalan, media xodimlari odatda tezroq qaram bo'lishadi ijtimoiy tarmoqlarga. Nima uchun? Chunki ular ijtimoiylik jihatdan qaraydi. Kimdir reliz tutsa, ya'ni bizga odamlar munosabati qanaqa emas deb faqat reliz tutishadi boshqalar, lekin media xodimlari ko'pincha post joylashadi. Post joylagandan so'ng odamlarning reaksiyasi qanday bo'ldi deb doimiy qiziqishadi. Va nechta like bo'ldi, nechta komment bo'ldi doimiy qarash uchun har 10 daqiqada, har 5 daqiqada kirib obnovit, ya'ni update qilib turishadiki, nechta like bo'lganini bilish uchun. Har safar kirganda bir dona like bo'lsa ham katta miqdorda dopamin tushib, odatdagi odamlarga nisbatan tezroq qaramlikka uchrashadi. Xuddi shu holatda bo'lgan bir media xodimi bo'lgan yaqin ukamizda bu holatni ko'rdik. Ukamiz nima qilishdi? Turtkilardan voz kechishni o'rniga hattoki mutlaqo manbadan voz kechdi. Telefonlardan voz kechib, oddiy klavishli, knopkali telefonlarga o'tib oldilar. Va ulardan so'radim, o'zingizda nimani his qildingiz? Ular aytadiki, telefonimni, ijtimoiy tarmoqlarimni ishxonamga qoldirib uyga keldim. Kelganimda men o'zim bunchalik qaramligimni bilmasdim. Kelganimda shunaqa bir kuch keldiki, Instagramga ochib kirgim keldi. Qarasam telefonim yo'q. Hatto uydan chiqib ketib, ishxonaga borishga majbur bo'ldim, dedilar. Endi bu joyda nima demoqchiman? Agar sizga demak bo'sh vaqtingizni yaxshi amallar bilan band qildingiz, hammasini qilgan taqdiringizda ham agar nafsingizga kuchingiz yetmayotgan bo'lsa, hattoki manbadan voz keching. Ma'lum muddatga telefondan voz kechib, o'rniga kompyuterda ishlating ijtimoiy tarmoqlarning ba'zi qismini yoki o'sha knopkali telefonlardan foydalanishingiz tavsiya qilinadi. Agar bemalol nafsingizni bostira olayotgan bo'lsangiz, demak, shunchaki qisqartirish usullaridan ham foydalanish mumkin. Xo'p, endi qilishingiz kerak bo'lgan 5-qadam impulsiv harakatlarni nazorat qilish. Bu nima degani? Impulsiv harakat deganda beixtiyor qilinadigan harakat. Ya'ni dopamin chiqdi, signal kelishi bilan o'z-o'zingizdan nimadirlarni qilasiz, o'ylab o'tirmasdan. Bu impulsiv beixtiyor harakatlar bo'ladi. Men o'zimni bosib olgan irodali inson sifatida bilardim. Hattoki menda ham telefonga bo'lgan qaramliklar borligini bilib rosa tashvishlandim. Ya'ni o'zi odatda telefondan juda ham kam foydalanaman. Telegramdan taxminan 15-20 daqiqa bir sutkada, Instagram 5-10 daqiqa. Lekin bilasizmi, men telefonni qo'limga olgan paytimda Telegramga kirdim. Xabar yozib, keyin chiqib ketmoqchi edim. Unda chiqib qarasam Instagramda turibman. Bu nima degani? Bilasizmi, men Telegramga kirib, chiqib sirazi darhol Instagramga kirganman va buni miyam avtomatik tarzda beixtiyor impulsiv harakat sifatida bajargan. Men o'yladim, demak, menda ham qaramlik bor ekan. Unda nega kam vaqt ishlatyapman degan savolga vaqtim tig'izligi va kun davomida band bo'lganligim uchun kirmayotgan ekanman. Agar men bo'sh qolsam, demak, mukamdan ketib qolish ehtimolligim bor ekan. Bilib qo'yingki, impulsiv harakatlarni biz boshqara olishimiz kerak. Impulsiv harakatlar qanday boshqariladi? Bu haqda o'zimga juda ham ko'p savollarni berdim. Sizga ham bermoqchiman. Masalan, deylik, Alloh asrasin, sizda pornografik videolarga qaramlik mavjud. Siz undan kelgan bildirishnomalarning birortasini o'tkazib yubormaysiz. Lekin tasavvur qiling, siz meni oldimdasiz, yonimda bo'lgan vaqtingizda yoki kimdir yaxshi ko'rgan ustozingizni oldida bo'lgan paytingizda bildirishnoma keldi. Unga qaradingiz, ustozingiz ko'rmagan bo'lsa ham. Ko'zingiz tushdi. Ko'zingiz tushishi bilan bilib qo'ying, dopamin ajraladi. Dopamin ajralganda darhol odam harakatga kirishadi. Bu haqda ko'p o'qirdim. Ya'ni harakatga kirishadi, demak inson harakat qilish kerak, o'shani bajarish kerak oxirigacha. Lekin o'sha paytda o'zingizni bostira olasiz, o'sha videoni ko'rmaysiz. Lekin xuddi shu signal, shu trigger uyda bo'lganingizda kelganda bormi? Ya'ni qaramlik mavjud bo'lsa, darhol ko'rib oxiriga yetkazib qo'yasiz albatta. Demak, o'yladim, qanaqa qilib biz buni bostirdik? Bunda ilmiy hamjamiyatda bunga ham yechim bor ekan. Ya'ni inson peshona qismidagi prefrontal korteks bilan bu narsani bostirar ekan. Ya'ni mana bu ko'rib turganimiz
bosh miya va mana bu bosh miyamizning mana bu oldingi qismi prefrontal cortex deb ataladi va bu bizning miyamizning rivojlangan qismi hisoblanadi. Ya'ni hayvonlarning miyasidan, boshqa organizmlarning miyasidan farq qiladigan va insonligini ta'minlaydigan qism ham mana shudir. Bu prefrontal cortex har qanday impulsiv harakatlarning oldini olish va ularni bostirish uchun javobgar hisoblanadi. Shu sababli ham biz har qanday turtkuni o'sha qismimiz bilan to'xtatib qolishimiz kerak. Bu nima degani? Masalan, qadimda ulamolarimiz ko'p miqdorda dopamin ajralsa ham ularni bemalol bostirishgan. Masalan, bir voqea xayolimga keladi. Bir joyda juda ham katta miqdorda to'fon bo'ladi va hammaning uylari buzilib ketadi. Shunda bir qiz ko'chada qoladi. Ko'chada qolgan vaqtda uni tunda yomon hayvonlar teginmasligi uchun bir yigit ko'rib qoladi va uyiga taklif qiladi. Bu yigit aytadi: "Men qizni yuzini ham hattoki ko'rmadim. Uni narigi xonaga kirgizdim, o'zim boshqa xonada tunardim" deydi. Atrofda odamlarning uyi juda ham kam. Xohlagan ishimni qilsam ham hech kim bilmasdi deydi. Shunda ichimdan juda katta turtki kelardi, lekin o'zimni bostirardim. Hattoki qo'limni sham olovining ustiga qo'yib bostirib turdim. Ya'ni o'zimga o'zim aytardim: "Sen shamning olovining isitganiga chiday olmayapsan, do'zaxning azobiga qanday chidayapsan" degan savolni berardim deydi. Tong bo'lganda qizni otasiga olib boradi. Otasi juda ham katta ulamo bo'ladi va aytadiki, qizi haqida so'raganda qo'lidagi barmog'idagi kuyganni holatini ko'rsatadi va qizingizga hech narsa qilmadi degan javobni beradi. Xo'p, savol: biz nimaga oldimizdan o'tib ketayotgan begona ayolga o'z-o'zidan avtomatik ravishda qaraymiz? Telefonimizga beixtiyor qarashni boshlaymiz. Nega biz bostira olmaymiz? Chunki bizni prefrontal korteksimiz yaxshi ishlamaydi. Buning uchun nima qilishimiz kerak? Biz har bir qilayotgan harakatlarimizni boshqarib, nazorat qilib turishimiz kerak. Bu odatda juda ham qiyin bo'ladi. Sizga juda ham yaxshi dastur topib qo'ydik. Telefonda har bir ishingizni nazorat orqali qilishingiz uchun zo'r dastur topib qo'ydik. Bu dastur sizga qanday imkoniyatlarni taqdim qiladi? Oldin aytib o'taman, bu qisman pulli podpiskasi bor, lekin juda ham arzon. 1 yilga arzimagan miqdorda pul to'laysiz va qaramliklardan mutlaqo qutulasiz. Unda shunday zo'r imkoniyatlar bor. Istalgan cheklanmagan miqdordagi dasturlarni tanlab qo'yasiz agar unda sizga qaramlik bo'lsa. Masalan, YouTube ga kirmoqchisiz. Kirayotgan vaqtingizda avtomatik kirib ketmaysizda, kirayotgan vaqtingizda sizdan 6 sekund chuqur nafas olishingizni so'raydi va nafas olar ekansiz, siz o'sha vaqtda fikrlaysiz va fikrlab bo'lganingizdan so'ng yozadi. YouTube ga kirishda davom etaymi deb. Ha, davom et desangiz sizdan so'raydi. Nima qilmoqchisan? Komment yozmoqchimisan, ma'lumot izlamoqchimisan yoki zerikdingmi? Turli xil kategoriyalar bor. O'ylab qaraysiz. Shu zarurmi? Ya'ni zaruratmi yo xohishimmi? Agar xohishingiz bo'lsa, boray deb chiqib ketasiz. Bundan tashqari juda ham zo'r imkoniyatlar bor. Bular haqida to'liq video va ma'lumotlarni Telegram kanalimda ulashib qo'yaman. 6 qadam STC deb ataladi. Bu 3 xil cheklov bo'ladi. Space, ya'ni fazoviy cheklash. O'sha sizga qaramlik mavjud bo'lgan manbalarni fazoviy jihatdan cheklaysiz. Masalan, telefonni o'zingizga ko'rinadigan joyga odatda qo'ymaysiz ma'lum vaqtlar davomida. Nima uchun? Chunki telefonni ko'rishingiz ham sizga turtki bo'lishi mumkin. Ikkinchisi time bo'yicha, ya'ni har bir ijtimoiy tarmoq yoki dasturlaringizni 10 minut, 20 minut yoki 30 minut o'zingizni foydalanishingizga qarab cheklab qo'yasiz. Uchinchisi categorical cheklov, ya'ni ma'lum kategoriyalarda cheklov qo'yasiz. Buni odat qiling. Ertalab uyg'onganda telefonga 1 soat davomida qaramang. Chunki ertalab ajraladigan katta miqdordagi dopamin kun davomida chiqadigan tabiiy dopaminlarning hammasini kesadi. Ovqatlanayotgan paytda telefonga qaramang. Ota-ona bilan suhbat qilayotgan paytda telefonga qaramang. Bularni categorical cheklov sifatida qarashingizni iltimos qilardim. Oxirgi qadam, 7-qadam bu muhit. Bu juda ham muhim qadam hisoblanadi. Nima uchun? Chunki siz o'zingiz dopamin detoks qadamini boshladingiz, o'zingizni isloh qilmoqchisiz, lekin barcha atrofingizdagi do'stlaringiz har kun kola iste'mol qilishadi, turli xil shirinliklar iste'mol qiladi, hattoki bir-biri bilan set qilib telefonda o'yinlar o'ynashadi. Siz ham bundan qutula olmaysiz, o'zingizni qutqara olmaysiz. Shu sababli sizga muhit kerak. Hattoki yaxshi muhitda bo'lsangiz ham sizga ajoyib taklifni aytmoqchiman. Telegram kanalimda aynan dopamin detoksga mo'ljallangan challenge, 40 kunlik challenge tashkil qilmoqchiman.
qilmoqchiman. Uning shartlarini va tartibini Telegram kanalimda e'lon qilib boramiz. Darhol hoziroq o'zingizni isloh qilmoqchi bo'lsangiz, o'zingizga qaror qilgan bo'lsangiz, kech bo'lmasdan bugunoq kanalga a'zo bo'ling va challenjda qatnashing. Ishonib aytamanki, ko'p sondagi insonlar qaramlikdan qutuldi. Siz ham bu qaramlikdan qutulib, hayotingizni go'zal tarzda davom ettirishingizga imkon bo'ladi. Keyingi sonlarda ko'rishguncha, xayr, salomat bo'ling.